O'zbekistonda soat 10. Yangiliklar. Assalomu alaykum. Dastur taqdimoti bilan studiyada Zahro Ilhomjonova. Milliy matbuot markazida To'xkon sanoati va geologiya vazirligi tomonidan 2024-yilda amalga oshirilgan ishlar va joriy yildagi istiqbolli rejalarga bag'ishlangan matbuot anjumani bo'lib o'tdi. Unda ta'kidlanganidek, 2024-yilda 299 ta loyihalar bo'yicha geologiya qidiruv ishlari olib borilgan. Natijada oltin zaxiralari yillik rejaga nisbatan oltin, mis, qo'rg'oshin 100%, kumush 103% va boshqa tabiiy boyliklar ham ortig'i bilan ko'paytirildi. Matbuot anjumanida yutuqlarda ishlab chiqarishga xorijning ilg'or texnologiyalarining jalb etilishi muhim ahamiyat kasb etayotganligi ham alohida ta'kidlandi. Mazkur vazirlik bo'lim boshlig'i Muhiddin Nuriddinov intervyusi. Respublikamizda qimmatbaho metallar sohasini rivojlanishi doirasida, ya'ni ishlab chiqarishni oshirish maqsadida bir qator investitsion loyihalar amalga oshirilmoqda. Asosan respublikamizda qimmatbaho metallar ishlab chiqarish bu Navoiy kon-metallurgiya kombinati aksiyadorlik jamiyati hamda Olmaliq kon-metallurgiya kombinati aksiyadorlik jamiyatlarida amalga oshiriladi. Navoiy kon-metallurgiya kombinati jamoasi bugungi kunda yirik investitsiya loyihalari ustida ishlamoqda va ularni amalga oshirib kelmoqda. Aytib o'tadigan bo'lsak, Murunto konni o'zlashtirish 5-navbat 1-bosqich loyihasi, Zarmetan konni chuqur gorizontlarni o'zlashtirish loyihasi, Kokpatas va Daugusto oltin konlarini madan qazib olish 3-bosqich loyihasi, 7-son gidrometallurgiya zavodining qayta ishlash quvvatini kengaytirish loyihalari amalga oshirilmoqda. Istiqboldagi loyihalar esa Murunto konni 5-bosqich 2-navbat loyihasi bugungi kunda texnik iqtisodiy asoslar ishlab chiqilib, iqtisodiyot va moliya vazirligi huzuridagi ekspertizadan o'tkazish davlat unitар korxonasida ekspertizadan o'tkazilmoqda. Bu Murunto konining 5-navbat 2-bosqich loyihasi bu 2-gidrometallurgiya zavodining qayta ishlash quvvatini 60 million tonnaga yetkazish uchun amalga oshiriladi. Bundan tashqari Nukrakon o'g'jetmas konlarini o'zlashtirish loyihasi ustida ham ish olib borilmoqda. Bu 4 million tonna qo'shimcha quvvat ishlab chiqarishni beradi. Olmaliq kon-metallurgiya kombinati esa bugungi kunda 3-mis boyitish fabrikasi jadal qurish ishlari olib borilmoqda. Keyingi navbatda yoshlik bir konni o'zlashtirish 2-bosqichida amalga oshirish doirasida 4-mis boyitish fabrikasini ishga tushirish rejalashtirilgan. Bu yana qo'shimcha 60 million tonna qimmatbaho madan qayta ishlash quvvatini amalga oshirishni beradi. Bugungi kunda sohaga yangi texnologiyalarni joriy etilish orqali hamda sohani transformatsiya qilish orqali raqamlashtirish keng amalga oshirilib borilmoqda. Bu amalga oshiriladigan ishlarning hammasi respublikamiz iqtisodiyotini o'stirishga xizmat qiladi.